Davolanib natijaga erishgan bemorlarimizning natijalarini bo'lishni davom etamiz. Qalqonsimon bezda kasalliklari bor, autoimmun tiroidit, qalqonsimon bezda tugunlar bor bemorimiz bizga shikoyat bilan keldi. Gormonal fon, ATPOlari juda baland edi. Tugunlar butunlay yo'qolganini ko'rdik. Bu bemorimizda yondosh yuragida tosh ham bor edi. Har bitta organizmda individual kimgadir 2 ta, 3 ta kurs talab qilsa, kimgadir 6 ta, 7 tagacha cho'zilishi mumkin. Qalqonsimon bezda tugunlar, hosilalar borligiga shikoyat qilib kelganlar. 2 ta, 3 ta kursda kichrayishni boshlasa, bu odatda 80%, 90% xavfsiz tugunlar bo'ladi. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Injek Medical ko'p taraflama klinikamizda davolanib natijaga erishgan bemorlarimizning natijalarini bo'lishni davom etamiz. Bizda bunaqa bemorlarimiz juda ham ko'p. Ulardan bittasi qalqonsimon bezda kasalliklari bor, autoimmun tiroidit, qalqonsimon bezda tugunlar bor bemorimiz bizga shikoyat bilan keldi. Biz tekshirganda qalqonsimon bezda bir nechta tugunlar bor edi hamda gormonal fon, ATPOlari juda ham baland edi, 200 dan baland edi. Biz 3 kurs Injek Medical klinikamizda hujayra darajasida davolash metodikasini o'tkazganimizdan so'ng tugunlar butunlay yo'qolganini ko'rdik hamda ATPO antitela K peroksidaza fermentining normaga tushganini, pasayganini ko'rdik. Bu nima degani? Ya'ni qalqonsimon bez kasalligi bo'lishi mumkin. Bu tugun gormonlar normada ham bo'lishi mumkin. Yoki qalqonsimon bezda tugun bor, parallel ravishda gormonlar buzilgan, ATPO ya'ni antitela peroksidaza oshgan, autoimmun tiroidit ketayotgan bo'lishi mumkin yoki gipotiroz ketayotgan bo'lishi mumkin. Bu bemorimizda aynan autoimmun tiroidit va tugunli buqoq aniqlanganda biz 3 kurs muolajadan so'ng bu gormonal fon ham joyiga tushganini va tugunlar kichrayib yo'qolganini ham ko'rdik. Yana bir jihat shundaki, bu bemorimizda yondosh yuragida tosh ham bor edi. 3 kurs hujayra darajasida davolashdan so'ng parallel ravishda toshlar ham o'zida ko'rinmadi. Albatta bu hujayra darajasida davolash metodikasi bu limfa suyuqligini tozalaydi. Hujayra bu yerda esa hujayra aro bo'shliq interstitsiya tozalanadi va hujayralar yana sirkulyatsiya, mikrosirkulyatsiya tiklagandan so'ng butun organizmdagi kasalliklar sekin kamayishni boshlaydi. Albatta bu proses har bitta organizmda individual, kimgadir 2 ta, 3 ta kurs talab qilsa, kimgadir 6 ta, 7 tagacha cho'zilishi mumkin. Chunki hayot tarzi, yondosh kasalliklar, ruhiyat, ratsional ovqatlanishi, sport bilan shug'ullanishi albatta bu har bitta bemorda individual va shu uchun nechta kursda yaxshi bo'laman, ba'zida 3 ta, 4 ta kursda natija bo'lyapti, meniki 5 ta kursda, 4 ta kursda ham hali kutganday bo'lmayapti degan savolga biz shuni o'rinda aytib o'tyapmiz. Chunki qalqonsimon bez kasalligi davolashda kompleks yondashish kerak. Bemorning o'zi ham biza buyurgan muolajani albatta vaqtida olishi kerak. Ratsional ovqatlanishiga, hayot tarziga amal qilish kerak. Bu bemorimiz shu bitta 3 kurs muolajadan so'ng tugunlardan ham qutuldilar va autoimmun proses ham ancha normaga tushganini ko'rdik. Injek Medical klinikamizda tugunli buqoq bo'yicha natijaga erishgan navbatdagi bemorimiz bular bizga qalqonsimon bezda tugunlar, hosilalar borligiga shikoyat qilib kelganlar. Biz UZI tekshiruvlarini ko'rganda 27 mm, 35 mmlik ko'p tugunlar aniqlanganda, bular boshqa joylarga borishganda o'sha operatsion davo muolajasini bularga taklif qilishgan. Biz Injek Medical klinikamizda 2 ta kurs muolajadan so'ng qayta UZI qildik. 3 oydan so'ng tekshirganimizda bu tugunlar 4-5 mm hamda 12 mm gacha kichrayganini guvoh bo'ldik. Biz shu o'rinda nima demoqchimiz? Har qanday tugun odatda bu adenomatoz tugun bo'lishi mumkin, kaldoid tugun bo'lishi mumkin yoki aralash kistoz solidniy tugunlar bo'lishi mumkin. Odatda xavfsiz bo'ladi, lekin malignizatsiya, xavfliga aylanish ehtimoli ham bor. Shuning uchun biz metodikamiz orqali boshlagandan so'ng dinamikada UZI qilib boramiz. Ya'ni 2 ta, 3 ta kursda kichrayishni boshlasa, bu odatda 80%, 90% xavfsiz tugunlar bo'ladi va biz metodikani davom ettiramiz. Mabodo 2 ta, 3 ta kursda ham kichraymasa yoki qanaqadir boshqa kattalash asoratlari bo'lsa yoki tugun konturlari neyrovni bo'lsa, bizda biopsiya tavsiya qilamiz. O'sha biopsiya xulosasiga qarab muolajani to'xtatish yoki davom ettirish. Chunki har qanday tugun
xavfli bo'lishi mumkin, xavfsiz bo'lishi mumkin hosila. Buni o'zingizda aniqlab bo'lmaydi afsuski. Lekin konturlarning holatiga qarab, bizning metodikaning samara bermasligiga qarab biza buni davom ettiramiz yoki biopsiya tavsiya qilib, biopsiya xulosasiga qarab davo taktikasini o'zgartirishimiz mumkin. Shu sababli qalqonsimon tugun hamma vaqt ham bizning metodika orqali kichayadimi degan savolga shu yo'nda javob berib ketyapman. Bu 80%, 90% holatlarda kichayadi. Lekin 10%, 20% holatlarda ikkita, uchta kursdan keyin ham kattalash ehtimoli kuzatilishi mumkin. Shu uchun bu narsani ham e'tiborga olishlaringizni xohlardik. Navbatdagi Injek klinikamizda davolanib natijaga erishgan bemorimiz haqida aytib o'tmoqchimiz. Bizga ko'p tugunli buqoq tashxisi bilan murojaat qilib kelishdi. Haqiqatdan o'zini tekshirganimizda 4 mm, 7 mm, 12 mm lik juda ko'p tugunlar aniqlanganda, bizdan Injek Medical klinikamizda ikkita kurs hujayra darajasida davolashdan so'ng biz bu tugunlarning butunlay so'rilib ketganini guvohi bo'ldik. Albatta bemorlarning davolashning samaradorligi har bitta bemorda individual qaraladi. Oldin ham aytganimizdek, kasalliklar bo'lishi mumkin. Faqat tugunli buqoq yoki bo'lishi mumkin yondosh boshqa kasalliklar ham bo'lishi mumkin. Shu sababli ba'zi bemorlarda ikkita kurs, ba'zi bemorlarda 6-7 tagacha cho'zilishi mumkin. Albatta natijaga erishish uchun birinchi navbatda biz tavsiya qilgan, ya'ni 7 kun, 6 kun davomida biz klinikamizda inyektsion ukollarni traditsion endokrinologimiz tavsiya qilgan muolajalarni oladi va 40 kun davomida, 35 kun davomida uyda hayot tarzi, biza tavsiya qilgan dori preparatlarini qo'llash, ratsional ovqatlanish, sport bilan shug'ullanish, ruhiyati bo'yicha biza tavsiya bergan tavsiyalarga amal qilsa, uyqusini normallashtirsa, davolash samaradorligi oshishini yana bir bor guvoh bo'ldik. Chunki bemorni o'zi ham birinchi navbatda ruhiyati, men albatta shifo topaman va qolaversa hayot tarzini ham o'zgartirish kerak. Doim bitta bizning muolajaga bog'lanib qolmasdan o'zi ham biza tavsiya qilgan tavsiyalarga amal qilishi, qolaversa hayot tarzini, sport bilan shug'ullanish, ratsional ovqatlanish, uyqu rejimini normaga keltirsa, davolash samaradorligi bir necha bab oshishini yana bir bor guvohi bo'ldik. Hurmatli kuzatuvchilar, bu yuqoridagi aytib o'tgan natijalar bizdan davolanib natijaga erishgan bemorlarimizning bir nechtasigina xolos. Agar ko'proq natijalarni ko'rmoqchi bo'lsangiz, bu videoning описание qismida biz natijalar kanaliga kirish uchun havola qoldiramiz. Bemalol Injek klinikamizda davolanib natijaga erishgan bemorlarimizning natijalarini, xulosalarini ko'rishingiz mumkin. Agar sizda ham qalqonsimon bez bilan bog'liq muammolar, kasalliklar kuzatilayotgan bo'lsa, pastdagi qoldirilgan raqamlarga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Biz batafsil ma'lumot beramiz. Klinikamizning manzili Toshkent shahri Yunusobod tumani Nurziyoq 42-xonadonda joylashgan. Mo'ljal Hasanboy betonka. Keyingi videolarda ko'rishguncha